Ana bismillahda bu plochani qo'yib, bu stenalarni qo'yib, xo'p, yoqda betonga tayyor. Betonga tayyor o'rniga olish o'tadi. Kalondor xudo bilasa. Tayyor betonga hozir jo'sh kerak deyildi. Qachon chiqarishadi? Neyse temirchiler, Almaturşiki. Almaturşiki, temirşiki. Çiki. Telefon aldım ben. Alay. Beton kütüp otamaz mı balası kepkalar? Hop, qayerda video qolsam ekan yana. Qayerda video qolay, Xurshid? Aytdan уже manzara ko'rinishni boshladi. Bahor keldi. O, kuni shahardagi syomka qilgan anaqa ko'prik. Mos. Bu aşağı Dunay daryosini irmoq olimda kirib o'tgan yerim. O ko'prik bo'layotgan yerda daryo o'tgan. Daryoni bo'yida qurilayotgan yer. Xo'p, bitta qiziq voqeani ko'rsataman hozir. Aş ko'rinib turgan kichkina uy. Nashet местный xalqning uyi. Xo'p. Bitta kampir chiqdi-da. Men kelganimda 10 yosh edim. 60 yil yashadik deydi. Mana shu uy 60 yil bo'libdir yashaganiga. Menga cheyin yashagan yoki 80 yillik, balkim 100 yil yo 70 yillik uy deydi. Ajanidan ko'rsatamiz. Krishasi ko'rinayotgan xolos. Xullas mana o'sha paytdagi bir asr oldin uylar qanaqa qurilgan. Mana ular ham endi bundan yosh kichkinaroq bo'lsa kerak, lekin kamida 50 yil do'yog'ida uylarda. Xo'p, endi bu yerda hamma yoqdan zamonaviy boshlanib ketdi. Serbiyada. O, narod tomon вообще красавица bo'lib ketdi. Bitta madaniy hordiq chiqaradigan yer bor. Şuna gavlar.
Xo'p, biz ham mana bu etajda ham hozir mana shu stendagi kalendorni quyib turib tevasiga chiqib olsak, xudo xolasa вообще ko'rinib qoladi ekan. Shu yerdan shunchalik ko'rinib o'tadi hozir. Shunday gaplar. Narxlarni buzib boshladi. Ulan g'isht ko'rsatdi. O'sha pastdan g'isht urib chiqish bo'ladi. Endi bo'ldi video deynisam aytdi bittasi. Qaroda itchetel o'tib qoldim, yo'q qo'yini. Olaparlar. Ana e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.